Ka'ba men tarafda bo'ladi. Ka'ba tarafda odam juda ko'p bo'ladi. Ayol, erkak aralashayotgan bo'ladi. Biz nima qilamiz? Ka'bani oldiga borib turamiz. Ka'bani oldiga borib turganimizda begona odam o'zi kemasligini boshlaydi. Boshqa joyga o'tib ketadi. Bu yerdagi turgan ayol, erkak aralashib, sekin-sekin to'yib chiqib ketaveradi. Bu degani Ka'bani oldi bo'shaydi. Ka'bani oldi bo'shasini hisobiga sizlar sekin yarim qadam yurasiz. Sizlarni narigi tarafingizda erkaklar himoya qiladi. Boshqa erkak kelmaydi sizlar tarafga qarab. Keyin uchta turib olasizda, 1 minut siz turasiz. Keyin orqangizdagi ayol aytadi: "Hojonim, o'ting" deydi. Keyin joyi almashasiz turgan joyingizda. Ka'bani o'pib bo'lmaydi. Ka'bani o'psa shirk bo'ladi. Ka'baga qiblagohi sifatida peshanangizni qo'yasiz, duo qilasiz, bo'ldi. Tushundingizmi? Allohdan gunohlaringizni kechirishini so'rashingiz mumkin. Lekin boshqa